Bu hazır qadamdan kalısın derdi var mı ki? Çıkmatsız. Hey, akşam bir gump film körüp eken aşağı arkalık bunda bir çaşası kullanmış ki de bunda bir mahmeşe. Vay işet gump film arkalık çaşası kılınmaydı toşay. Vay, Aşağı orada bir dükkanı tazısan sonman da. Vay butu hey bunda bir icadiyet, maharet itildi gültü da bunda yenilik. Dükkan evet gez bak tutumam ta. Kına sarang tağaq. Vay tayyer. O? Çakırtı. Otla kaça? Yemiş kılıvat şişe kırıp dükkanı tazlamay. Dukan tazlap oldu. Pak kes. Muş tazlığının digine senin. O bu et digendilam. Açığınız şundan yaman. Keçeciğim ne iş yapkan mı kansa? Be işini qila. Vay nim bolup de. Digen iş qıma aydap tutsam bir dostum batı telefon qıptı da isle. Ha. Adaş erimle uruşup qalğantım acırçım edip. Vay onun bir muş təsəlli verip telefonu koyup tutsam eri telefon qıptı acırçım edip. İkisini bir muş dədini anlap. Ve şimdi yerlik kütəydip aran geldim. Ayda otem de. Gağalanlar meselesinde bakın qalap turmay. O işkisinin derdini anlasınlar. Çip bizge kalkışayıp geldiler kızık. Ay boldu qila letip qene. Ustam seltirip çiğden. Amda dukan obdan kalan pak jumatla kaça. Çip la şu koğun dukan dikde könep kapla tazı kalışmamışsa. Muzda kılıvettik. Şıkten çekiş bir jıkılıp ketmegen lan. Ha, jıkılıp ketmedim. Yan yoğa şıqıtsız adi. Baha balığına aygını kivazıga jıkılıp ketmeydi. Evet, des gel tümet ol ama. Bunda baho. Baho. Gağalanlar kadar ya. Nimbob ketdi bu can deyman. Ay kelan letip keldiniz mi? Sarang bo'lib qoldim nima hozir bu xalq? Ne buldu ha? Ya bu hozir men bankning oldida biz ayakshi ayolni vas qo'yib ayolning ko'zini chachirtib chiqaribdi. Bo'ynim deydigan siz? Ha, men bu yo'lda o'tgan hech kimning chatig'i yo'q deyman xotin bilan. O xotin yotdi chapaqidek suzlab 5 daqiqa. İşçi mağrib kitap. Jügrep berme aynı yerinden değişip ben kanaydım. Bu kadar demiş kurusu ben ayal kişinin baka-bakadan. Onun üstüne ben xotunun yığır yakya. Öyle sana peşvadım bizden atıp ben de mırtınlık balığa dışarı çıkıp kaz. Kanda kılırsa etsem. Ayal kişi çaçırak kupap. Bunda kanlı çıkıştı kan besin ona balağına mesul. Mintilde ucurduk. Şu arkadaş sizge nemo koydu o xotunun işini alış. Ya beka arada. Ya ayal kişiye ya bir ayak bir kol peşva atamısa. Tılız şu mankısını yıkılap duruştum başka iş bolmasa. Onun üstüne qo'sqidi bak emasmi? Ha, bunda bir ancha muncha hamda biz bir g'o'ror bo'lgan ekan. Bunda bir ayak bo'lgan ekanda bir yambes qapta qutgan qanday qilamiz buni? Bu diginozga to'g'ri ham bizda g'oror va akishning ishini ko'z faqat turanmaydi. Qaytib idanglar deydi o. Nima? G'oror va. Ha, sen bormamisa? O bo menda qilchiq Ha, bo. bo'lsa. Bakan. Ya endi demak jog'ini aka. Aka shu g'ororlik qo'ysaqmi? O'tib ketib qolgan haqni ishq arlasak mushtaqablik shu mushtaq. Ya buniki ras aralashmaymiz men. Uni o'zga janik ay xotin haq nim bo'lib ketdi deyman qo'zada. Shuni dangal. Vay kalır o musun ey? Voy kelanga qadam. Voy yaxshi. so'mkina. Vay ha kendisi mahiş matinin asarati kısı. Üzen bir yakır. Voy bir kiringa to'shay. Ha butu. Voy qandaroq tursiz yaxshi turyapmisiz? Voy bolangiz cho'ng'lab qopti. Qo'saq shunda chiroyli ketiribsiz mana. Necha oylik bo'lib ketdi bu bola? 6 oylik. 6 oyda işte yo'g'on chiqanda. Shunda chiqdi ekan hamda. Biz to'p bakmagan xotin to'qqandimi 6 oyda mushtab bo'lgan. Ha. Lekin yangam bizning xotinimiz ham ustiqonliq keldi. Chiroyli ketiribsizmi qo'saq? Qanday bo'lgan chechangizni chiroyli qilib ko'rsatamdi. Ben çarşafı geldim bugün bir yere. Ne bo'ldi? Vay acırışıklı ketecü oldum ben. Yey. Voy o Yasin kam shunda obdan tursin nima ish qilsa ajrish ya. Shuni deyman. Nima bo'ldi bu Yasinga nima bo'ldi? Naroddan ki o Yasin cayımdan. Vay künde hizmetim aldırışıydı. Aş meskirde oydu, künde meslam. Akşam, aş meskiripti. Ay bu tuxlap qaladı, ottasam aş beşin degen oynatıdı. Bir çağlandı qarsam uxlap qaldı bu. Bu beşinsi tırın kileyverdi. Bira okutusiga qaqşadib içip qarsam, bir qizila suyup qo'ygan bir biyovchik nima tutib qaranglar. Voy kimni? Qiz bola o'quvchisi so'yab qo'ygan o'xshaydi, o'qituvchi emas. Mehriban Biraz xushmoqchilik bo'lmaganda. Vay nadginday üstügümde serip qardım. Qarsam qizila, atishkisidan senga chiqib, bila o'tkizdik. Nima o'tkizdik? Ha. Aqcha shu go'shtni ziqqa o'tkizdi boshqa. Ha ancha muncha o'tib taqlab tashladim bu. Qalab yeb kirdiga. Bo'ldi qilinglar. Nima deydigansiz hamda biroq xato tushunishib qolmagan. O'tdara qardingizmi telefonga? Vay nadiki bu xato tushunishga u. Vay üstügini siz qarsam.
Kız ola, menin erimle bişini sılap koyamışken tehe. Menin yüzü kala erim, vay be xotunum eğraya. Müşta vaqt men bek biçar olup kaldım da dadım tük gitmiş tehe. Xotinmi jing dad va xotinkan juma. Şunu deyman. Va bizdek silonluğu xotinlar bilan bizdek bunda boytaq ballatası 5-ni silamay. Ne deb. Sonra bundan xotin çıkırak 5'in o sılaydığında o başlayan bulduğun nemi var? Məslab qo'yyapmiz boshida. Mençe ağzını avetken bir uçuna yazgan xattan qarsam başından silimigidek. Ançımıcıma boyan pattağına qulaq silap qo'ydigan chiroy turdi. Ha, burun kam qoldi, burun. Ammo ham ishlatgan qiz bola. Atiyan kop sordum. Kim kız aldı söygen bir hoca evatkensem. Baş dükkandaki şagird kız deydi o. Aşta kız var mı dükkanda suyup koyduğun, tutup koyduğun. Vay bat şagird kız go ba. Lekin hem de o Ya mında qarab bizning do'konda qizlar hamda kelgan xaridarning 5'ini silap qo'ydigan rost ham ancha boyan qilganda, yingyan qilganda, bosh yug'anda silap qo'ydi, lekin anda nansangi chiqib silaydigan qizlar yo'q. şunu deyme. Vay bu Yasinmi çağlıqmı nima yugaş bir optan balımı ki dese. Ya qaçamda vishins yo'qdi Yasin kamda. Sildi yo'qda. Yo'q. Va bu undaz bu do'konda u yasa 500 odammi yo'q. Yo'q. Tana iş kılıp boldular bu öyneye tutmay. Vay bu balını özlem tutup özlem bir nereye bassam baraycı boldu. Vay nim deydigan siz hem de. O işte. Vay be Yasin'in kışı qosaqni götürüp bağmağan boğuydunuz. Ma bal degeni şu Yasin'i tuğup birmez. Acır şunda alsan emez. Şunu deyme. Siz bizning dostumuzu ulap qaldınız. Konu xerida Yasin şıkınla. Uni o'zi sildan tuyanını biz baş yo'q qilib qo'ygan. Ya Yasin degan qiyerdan bizning alog'in baldan hamiz xotinib ketib, mush bittallam bala qaptikan. Inimni qo'ldashga qilgan to'yma o. Sizni shunchalik testi og'an texe. O Yasinning ma do'kon kelgan avvalni silib uqmaysizlar to'shay. Ma do'kon kelganda a bala rasmiy ma to'lan balati. Yo'lnim jaylab banganmaydi akan. Qo'noq deb qo'yibmiz, qo'noq. Ha, rost qo'noqni tez adi. Biz ancha-muncha iskat keltirib qilib qo'yganda uni. Ha şu. Meni ilib qilib da aqib qo'ygandim. Yüz qalan yüzsiz. Ya menchi biyat bir ish bor juma. Shu cho'qim bir ish bor. Ay Yasin kam yaman obdan uning ustiga mush acham talab qo'ygan vaqtda bir kun musha bosh xaridam chimiganda ham bir kun ashakam narxul yasab biz. Adam siyoqqa keltirib qo'ydi. Chiqatgan. Ya mında qarang yenge. Endi men sizga desam, mush hozir erlarning talaqa qarshidamış, erlarning mas'uliyati yo'q. Shu. Ayollarning bor. Ya sizning demakchi emas. Endi mesela a qiz olar, ma eringizning siz ma uyda sizning bog'ligingizni biladi masalan. Xotini bog'ligini, xotinning qo'sqini bog'ligini bilib, u ayakchilar nansang chiqib 5-yiladigan bo'lib qolsa, ash qiz oldim masalan. Shunday deyman. A qiz bana bu beshnadi nega joldi bu paraqning biz uqmaymiz. Endi uning aldırab chechilman balig'imi ta'sir oladi. Vay atdigan qaqsam xaytingni oldi avasa. Vay olma bu xatni bo'ldi. Vay dapshaq deymiz. Men bunda o'yni men. Dapshaq deymiz, dapshaq. Ras dapshaqlab qilib, ya qarang bu o'yni tutmayman deb o'ylqa pitning ochig'i chapanni o'tiq saqlab olmabdi degan gap emasmi? O'yni tutmasangiz olmaydi. Ammo Yasinga men o'zim bir berib gap qilib, tilaqaz. Bundaq qildi. Çaşlarını onuşab qo'ygan. Gap qilgash turam. Men yoz. Bundaq qildi qarang, Yasin bilan o'zim ko'rsam. Ma amildarlarga ta'sir etmaydigan, shunda chashasaydigan, quvvatlaydigan narsani bachira. Men sizni akrab shuning bilan bir qilib qo'yay. Atilla qizim uni ustiga nurg'un gap so'zlar bormi sizda? Nurg'un tajribalarim bor, o'zim ubdan tasalli beraman sizga. Tajribalarim bor? Gaplarsa tajriba. Bu qiziq gap tilaqacha? Ha? Sul to'y qilmishlar, ustiga tilaq qiz tuslar. Vay atiga gidak 5-ni anglagan tajribadan deydi o. Shuni deyman, mening mana jamiyat nurg'un do'stlarim bor, aloqalarim boshlandim. 5-ni o'tganda men anglagan, shuni deb berma datima. O'ttirdan chiqmish tog'a. Ya, ma konlar debtga emas, men ko'rganida anglaganida demadi. Ya, ma tilla qiz odat 5-da o'tganimiz, 5-da o'tganimiz ancha deb qo'ydi. Birdan yo'qlar, kayfiyatingiz yaxshi bo'lib qoldi. Ey, ma ishkanlar do'konga yaxshi qarab qo'yaman. Ma yasa meni o'zimni bak yaqag'ini sababisa, ma yaman tas to'y qilgan. Ma xotinda ajab ketib qolib qolsa, atogana nansangi chiqib birga kavop o'tkazib bergan qizlar, yani nurg'o odamning kavopini saqlab o'tirdi qachon. Babaning chiqib ketgan ekan, kavop ag'il pul qolmaganda haqnanglar ketib qoldi. Men aniga chiroyli tarbiya qilib adam qo'yib kelay. Ma xaridorlik yaxshi qarab do'konchilik qilgan. Aytib o'tir. Vay. Qada avvalingda. Hadi g'amisa. Ha, beshak kedan, beshak. Ulan aldırışma da.
Ha ya mena bekam ana. Özüm yasaytmı ya. Ya ma hazır gipini qilib Yasinga ag'inam shu. Ma mayaqdan gipini qilib boqchi, ma mayaqdan kelib qoldi. Manda gap adash. Men hozir seni inaverib seni izday deb turgan. Ma sening xotining. Vay adaş bu xotinning gapini qilmay boshqa bir gap qilishlar. Ha ayoling dang aka. Ma'qul. Ma sening rafiqang adash. Adaş men sen hozir demiş ayolning, rafiqang, xotining bijmang degan faqat qilishma. Adaş Sen o'zimizdan parangni qilishlar. Objektif desek qadi ha. Obyektiv degan muhabbat o. Oyunda ulab Ha turgan. unda jonsini bilaga adam. Ya bu bala To'sinjon. To'shay. Yangi ustam satrash. Manda gap qara adash. Men seni izlab, bu nim buning ina gap o'tdi. Ya nima shol sana? Ha? Men seni izlab baray deb boqib kelib bo'lsa mana. Nim bo'ldi xotiningni uyanda nim bo'ldi zada. Nima shu dedi adaş? Ha? Qara. Sen bir oğa bala şuna. He? Akşi go. Sen bir akşi go. Oyunda rap. Sen bir akşi go. Ya men- To'ygan bo'lsang mı? Men o'g'a bola. Xotinga Oğa kek. bir oğa bala bir akşi degan namda bir o'ziga chiqib mahbetlik olmanda. Bo'ldi. Bu hamma xotin ishga gapirish kerakmidi? Ya unda qilib shumshak boldam javob qilgan. Shu emas mana. Bu Toyirjon to'g'ri dedi. Nim bo'ldi endi? Adaş o'ylab bak. Yine telefon naqd bo'lsa, yine kompyuter naqd bo'lsa, yine xotir naqd bo'lsa, yine uy naqd bo'lsa, yine o'yinchi naqd bo'lsa, bu uyni tutmamda qadar. Ha, ma işte bilan o'tishning toza munosabati yo'q deb qildim men. Oyindaroq o'ylab qoldim o'zimcha. Ya mani tulpini xotini tutib qo'yapti emasmi? Ha, mening telefonimni kunda xotinim tutdi. Kino qo'yib bitma, ko'rdi. Qanday baxtmanda, baxт. Ilashtimni anglab. Amma Ya manda chaqira adash. Nima kinoga ketman, men bizni nima deyishyapmiz endi atib berdayman. Shunday aytdi shu. Va jim o'tirib turma. Bo'lib qo'ydi. Manda gap. Men sening oilang hozir yaxshi emasligini biz bildik. Bu oilang zot nima yaxshi emas bo'lganini biz bildik. Sen nima qilib yurding necha vaqt yoqdi? Ya men biznes ish qildim ustam. Ma akam bak yavaşta. Abdukan tunji chigandim. Naqib oltida gomoshlam. Hozir degan ile put deganni qo'l deganni qilib bak o'zgarib ketdi ma. Voy, taraqqiyot deymiz baba. Ya, ma balla ancha-muncha nansanga chiqadigan bo'lyapti emasmi? Shundami ya? O'gilik sendan bilan chiqadi. Men Ata boshqishim bor. at nansanga chiqib men bilan birga yotadigan yerni ko'rib qo'yib kelib, o'gilik meni yo'l qilsaqcha. Shundami? Ya, ma xotinim bag'atning ammini dedi menga. Mazadi nima yo'lda arda. Sen ma xotinni qanchalik kasda olgan, sen burun kimdan, biz ma to'y qilishing qanchalik yordam qilgan, uy tutishing mushinchilikmi? Xotinini qo'saqda 6 oylik bola. Qara adash. Bu xotin kishi qo'saqda 6 oylik uyda o'tirdi. O'tiraverangmi? Bu hakishim ancha-muncha bir paranglashib qo'ydi ekanmiz bu 5-yilda qizlar bilan. Endi uni bilan paranlashding, sen buni bilan paranlashding, talada ana yurding. Ay sirti palanlan yuribsa, uni qilsa, buni qilsa, bir qalin kun o'choq qiladi deyman. Ya manda xotin kishining akamning deb bergan gapim. Xotin kishining bo'ydiva vaqtda işte ushaq so'z olib qolamish. Sapra yo'lab qoldi. Ya qara o xotin kishima bika sapra yo'lab qolgan ish yo'q. Sening shu ancha-muncha talatni paranglashga adimang bado. Ya. Sen maktubing kelgan ushaqcha xonim qizchaqni ozdirib yurgan ish. Ya, anda o'qituvchi emasman men. O'zing bilasan-ku adash meni. Bir olimida bil o'qigan bir savodishim bor qara. Nima yaxshi o'tgan. Mush nechga avval? Mush erimda ajrashib ketgandim. Allalay, andiq etdim, bir mo'sh dadimni kelib ketdi. Mening ayolimdan munosabat sen bilasan emasmi? Men hozir dadimni to'kdim. Shunday ikkimizning gapi bir yerga kelib qoldi. Shu ancha-muncha paranglashib tursak, ma qopib degan qaqib bo'lib beshmag'ir voy makimo sanglimish kerak popay kelgan bir singrasang rasmini avatidu sanglimish quchoqlaydi sanglimish qalbuklarni avati deb men boshni saran qilib aytdayman-da. To'rdiki muhabbet gel bu qolganimda qolsam to'rdiki. Voy ma balaning uyi va nim muhabbat va ilashtirmay turib sening xotiningni haqqashida biz bilan avatib qarab o'tiramizlar. Voy shiroq qilam soatma. Unda olganda shu ma balamish ashta shiroq qilsatgan bola. Lekin shu xotin shiroq qilsalamay menga gapda. Ma ishni hal qilalar. Butu. Shuning bilan qara. Etigen qopsam yana bir sin rasmini ko'rsatdi. Mahkama deydi. Voy kimda litning shogirdi sadarashxon qiz bola. Bizda bir paranglashamiz ancha-muncha dedim adash endi. Bosh nima deya olaman shundami? Vasırlan bizim tizliyetime baka dedim bana kanşağa.
Anda xotininglar haq bilan paranglashib, nansangni chiqarib, unda kabobni ziqqa o'tkazdiganda haq bilan paranglashib, beshingni silaydiganda haq bilan paranglashib, mening shogirdlarim undan gap qo'yatamsan? Ya adash, sendan boshqa kimning ismini deyalayman adash. Xotinimiz seni ishondigan tursa. Xotining meni ishondi deb butun yolg'onchilik nomini mening ustimga atib qolsa, men seni oldimda nima gunoh qilgan adash? Shuni deyman, uning sizning xotiningiz ig'roya qo'ygandan keyin unda 5-yil aytgan cho'kalni mening mashinamga yetib bersangiz bunda. Men boytaq qo'ygandan keyin Ya adash, beklar. Sen men boytaq deb hozir cho'kanga chachirgan tursang, atugin to'y qilib bo'lsang, haqni go'sini ochqamsan nima? Attigan ustam men birsini ko'rsatibdi-da. Ha? Uni nima dedi? Ishim dimida bak qo'llaqni qasib buni qo'yib tutgan. Alloh rahmatini. Aycan. Desam shu yomlab ketganchi? Yo'q. Aka. Shu men sen bilan parangiz o'tiraylik. O'g'al. Noche. men faqat Men bomba. qo'saqni ba ayolning qo'laq vahsi shapalaq qilib bizni qo'ydi. Endi qo'saq o'g'ilolmaydi ekan shu qo'llag'imda ko'rib. Qahramon. Munda shulab ketdi deyli Yasin Jazi. Biz yig'ildik kalini suv chiqmadi deb baqmidik da aka. O'zing oshkordingmi ya? Haqiqatan xotinim yo'q, men boytaq deb aldab yurgansan. Kelmaklar. Bak xotinim Voy abaytim bir shu xotining yangansa, xotinning gapini qilmayli, xotinning gapini uzitla, unda gapni shu xotining kelgan demak istadim. Adash men sana. Yo'q, bo'lmaydi. Qumda gapgacha xotining bog'liq san qildi emasman. Voy shu gapni deb vaqt chiqarib qo'ychi yangam chiqib qoldi. Hey Yasinjon, shundami qildingizmi? Hay voy. Ashta desam, unimaysiz deb. Hozirmi jamiyatimcha bir qism erlar bo'lmay qilyotdi. Qanday bo'libdi? Ko'chalik qizvonlarning hammasimi unda emasdi. Ajrash qilib qopgan, ajrashay deb qoldim. Juda yomonlikda ikkimiz shu biroq tugagan degan har qism gaplar bilan qizni aldab. Xo'p. Ha. Qizlar uchun bunda gap qildi. Bak qizlarim uchun, ya mening uyim bor, mening balam bor, mening oilam bor, turmushim bor desa, men sizning turmushingizni buzaydimi dedim. Men sizning uyingizga kirib olaydimi dedim. Faqat nima paranglaysak bo'ladi deb turmush gap qildi ekan. Sana. Endi qanday qilamiz qizlar gap qilib biz bilan aks chiqarsan. To'g'ri. Siz shu shundaylik uchrabsiz. Hammadan unda emas. Shundaylik uchirdim deb men 6 oylik qo'sqova qizvonlarni tashlab qo'yib, tishni paranglashgan gapni Yasinjon. Uni ben Fumuda. Xotiningni qo'yib yetaymi debsan. Siz qanday qilmoqchi yanga? Mana Yasinjon o'tiribdi. Atdigan bir xitongni berma deb ketding degina. Men hozir sotqa boray degina. Men balnimi buniki ko'rmadim. Ajrashaylik ikkimiz bo'ldi. Hay. Voy yangam qiziq gap qildi, tug'ilgan balni qanday ko'rdi? Obdan bo'ldim Yasinjon. Obdan bo'ldi men menga mushta obdan bo'lsin degan mana. Atdigan. La buningdek ham nima xotiningning qo'shilga balan emas, xotiningning kinligini ko'rmaydigan bo'ldim mana. Obdan bo'ldimi? Mana ayliqa bizim yugurga oshqoch, ham yugurga boshqa degan ish chiqdi. Men qonni qisib, men velishindika, men talajlik shapaq shaltaqni yug'ishtirib, men xotin ig'riya qo'ygan ajmi chiniqidigan ishda, xotinim bunda billa mangadigan ishda, men xotinning tug'ti oson bo'ladigan ishda. Mush yo'ldan nansangacha, uyaga xaqning qizi bilan menga olgan mushta ish bo'ladi. Ha, nansanga mashina haydab chiqqan keyin, men piyodim. Shapalaq bilan qo'ysa. Xoin yo'qli birin bo'ldi. Nima gap endi bu? Qanday qilamiz ham nima ishni qanday o'ngshaymiz? Qanday qilib to xotinma gapni o'zida atdigan men uzgan. Ha. Shuning bilan ajrashsa. Keladi. Oldim ketdim men bu do'konga kelgan bir qiz oladi. Ismini chiroyli. Pocham. Ha, ya. Nima demda Fatimani demda. Shapalaq bilan qo'y. Nima qilasan Fatimani? Men nim dedim lekin, ana o'zida bor. Ya siz men xapolab men chaqchaqma qilib qo'ydim Sen rasmiy hozir shapaqlan bo'lsajma, Yasin burun usta. Munda qilla. Debmi qo'ydik, ham jilimi qilib qo'ydik va akamizni. Ustam chiqib asta bir gap qilib, ish qilib, yomon tez to'y qilgan to'ydi, menmi bormi usta? Men o'ngshildiganda emas. Men rasmiy o'tib ketganlar shapaqlab san hozir kipak aralashtirib qaliq berib bersak-lam bunga. To'liq chiqib. Ag'inam deb men mush gaplarimni hammasini to'g'ri gapirib ekan voy senmi? Alayman. Men ma'qutim bilan tez tunishtirib to'yangni boshlab qilib qo'yay. Bo'lmay qolib qolsa bizning do'konlik shogirdini tunishtirib qo'yay. Mayli qizil malangni solib yana ochmagan, men satrashgan ochganman. Yo'q, uqmagan. Ya usta, men demakki xapolmislar. Men ma pardadan a pardani qizil almashtirasiz. Maysabek tushunmaganga kichik bo'lgan gap chiqsan mana. Menga aqaqlab menga vajjat. Maqara. Men aksiz degan miyaga qarab o'ynaymiz. Tushundingmi?
Hamma akishning uyini bor, ammo ma oila, ma xotin, ma bola uning sirtida. Xalqning qizini talatuzni ko'rishni uyan nima emas, uyanning har xili bor, yo'lida o'ynag'ini bo'ladi. To'g'ri, uning ustiga qo'saq tikish qizob qoldi. Adaş ben sizden bir miyade bir üzerinden ağırını desem, bir dertlerimi anlap bırakmak desem, ben ders ötsem, bir yakasım, sen mi satıraş bana ders ötep diyedi. Ma satrançchilik kalli ishlamagan ekan. Ma hozir ma aql yoshda emas boshda. Ma aql ma'lum emas satranchda degan gap bo'lib ketdi. Ma kallangni ishlatgan bo'lsam, mush ish yo'qda. Ishlamagan ekan, shunda biz sana o'tadigan gap. Ya Lika aka sizni o'zgarish bakjon jama akam. Yo'q. Mana Cho'nsaklab ilgilabdim akam. asta chiqib xotining bilan yarashib oldigan ishni qil. Sen ma xalqning balasiga dars beradigan odam, atog'i ma balang yagi chiplam dars oldigan odam topolmay qolmasin. Ha? Yana baraman bacı. Ha, qopila. Ya aka, o'y, Nayshandan yaqin bo'lgan kim bizam. Ya ma bir ekşice ma xotinni olib, xotinni xotin, va men izitdim xotin, men diqqat qilay xotin deb, ma adamga vakiletga adaş bir normal Qopanglar. Rus gapinglar. Ma ustam, dast to'g'ri gap qildi. Astag'inam asosni ko'tarishimiz boshlandi. Shunda Çataqni chiqirib, veyshin talatuzni chachirab yursang, tutilib qolsang, chataq chiqmaydi. Tutilib qolganlikning sababidan sababni o'zingda izlamay, ya'ni xotindan oldiga borsang satturda. Ammo rasmiy, yuzing cho'ng, bo'yning qattiq ayqishilab yurgan yo'q. ya va bo'ldi, basam berib keldim. So'zlab qaqsh yapay. Nurg'un gapni qilib. Manda ishaq shimlab qolib qolsam, bundan keyin men kammajman. Tayzın. Sen beni atıyam koldaş boğan mı? Toy kızıgan mı? Qiziqar. Taşta bu toy oluşun halamsa? Men qo'ldash olganman. He. Meylimat koldaş olsan? Xotinimiz. Ya bu da kılmayımız. Başka bir koldaş oldu aşı var. Kim ag'inimizgina? Fatime'nin beşini stepere. Fatimaning deydi, Fatimaning. Ağzıma bir gap mani. dast qilinmadi ekan ya bu. Ma Yasingan tugab topgan. To'liq. Bak o'zgarib ketibdi u Yasinkan. Ya ma Yasingan mening balog'inam bak tez to'y qilgancha, menda o'zgarib ketishni biz uqmay qopdik. Menda qilibkan. Sizlar ma do'kon qarab turinglar. Tillaqas xotiniga yaqsan, ma Yasinga qilay. Balavoq emas bu turda. Ayda qildi. Ya buni cho'qim ashtar qildi, lekin akam fikrim bor, shaxsiy fikrim. Ush do'kon ichiga jimi odamni beshinchilab qo'ysak joy bo'lmay qoladi. Yapkan bizning kasbni o'zimiz boshlaylashdikmi? Uning ustiga ma odamgarchilikda, bunda o'tirda ma yaxshi ishlarni jiqja qilib tursak, ma bizning qilayotgan ishimizni ishdik. Ro'naq topida qara. To'g'ri. Uning ustiga ma alag'in bolalarning turmushi qancha buncha illiqlik ata qilansak, bizning burchimizda, majburiyatimizda va atrofimizdagilarga Yaxshilik degan yerda qolmaydi. Ha, men berib kelaman sajma. Aka, Ha? mening ag'inimizda kelib beshini silab, beshimni o'shab qo'ysangiz bo'l. Yo'q, demak cho'qim xalqning beshini silab Ey bitdi. ustam, sizlar menga real pishirib mansizlar ya onam. Bilabda. Jiqraq bo'lsa qulog'ingda ichi jilimi va ashtan taz patrop turib sizni. Bu yana talay sınab. Civaldi satraşkanını əflət səfləb. Ey, yolda kilovatlı kişilər xata qatar ətrə. Satraş